Can! Ayıptım! Çoğun adam durup mu? Tamdır esilgan var mı? Bayattin bir qara ko'langa o'tganda qildi ku. Bizning aydagi qarmishmikin? Nima? Qarmishak? Atdigandan beri Timur taxaning ustida o'tirib, qiqilib soqilib qoldilar. Kirib bir piyola choy ichib mamamdilar. Mening bu shundoq kirgim bor. Biroq Almadis Shonjon hojam osmondan tushgandek paydo bo'lib qolsa, yeyotganimdan ayrilib qolmayman. Qachonlar qarasam xonimlari motosikletning keyinda o'tirdi. Musa Handulning keyinda yurib, xonimlarimi kino chop qolsa yana Shonjon, ha? O'zlarini asrashlar Shonjon. Qasdan birisi Hashuji keladi da o'yin o'ynayapti ya. Konularda anangni dadangga pədəsiz ko'rsatma deydigan gap bor emasmi? Oldu bilan yezanlarni o'rmon chiqarib bir ko'rib baqay. Hey! Dans o'ynaganga to'y demoqchimi, guylar? Yaxshitog'im eshib qolguncha yomon qo'saq etilib ketsa ekan. Olamiz. Ey, tura ey. Shoqa birisi tutsa-da. Nima? Meni qiziqamayga o'zing atqin demakchimi? Rost, oqshom men mo'jiqroq ishib sopganman. Atigan oyoq taqtidagi qo'noqlikdan qopdim emasmi? Seni qazo qilsam bo'la? Ablah! Tushdan keyin Qoshichi bizning yezig'i tekshirish kelmoqchi. Qa? Pashmo ko'lamga ega bu ko'chatxona
alohida bir dunyo. Kishilar nimishkin yaqinning yoqi bu ko'chatxonaga alohida diqqat qiladigan bo'lib erishdi. Chunki har yili bu yerda qanday ko'chat yetishtirilsa, kelarli atiyazda yezi bo'yicha shu xillik ko'chat tikish to'qini qo'zg'aladi. Bu ko'chatxona xuddi rivoyatlardagi oltin tezaklaydigan eshakdek Sultan Shangjangni pulga ko'mib etadi. Amdilikda bu yerda sortli yangi ko'chat o'stirilyotdi. Bunga qarab kishilar xuddi havoraydan oldin ma'lumot olgandek, endi yezimizda yangi o'stirish to'qini ko'tarildi deb yurishmoqda. Qo'saqlarni obdaroq to'yg'izib olsalar, xizmat bilan bo'lib ketib, qo'saqlar bilan korlari bo'lmaydi ekan. Hey, anladыңmı? Aha, doğruları aldırtıp atadı. Anladım. Çay içi olay. Vay vay, toyga mangan juvandek, aynak aldıda çögülep kaptımız ha? Az dolu yasanğanın näri xata xotdan. Men degen kim? Ha? Bir yurtning atısı. Özüňle obdan bilisizlar go. Bir yurtning atısı turup paytymamni so'rab yursan bulam derse? Işqilip bek yasançı qop qaldılar. To'la yasanğanqa qaraganda sildi çoqup bir gap bor. Yasansammo silini deb yasandim-da jenim xotin. Kimning erikan desa, kishilar albatta silini ko'z oldiga keltirdi-da. Şundaqmı? Ondaqda mağma men koy bəsile. Men koy? Nimaga shuncha pul lozim bo'lib qoldi sizga? Bu аңlik kiyim kechak olmasam bo'lmas. Kiyim kechak? Ha. Menmo ancha-muncha üstveşimni o'ngishib kishilar kimning xotini desa, yurt atisini ko'z oldiga keltirmasin yana. Taxi o'tgan haftada men ko'y bagandim-ku. Tugidi. Shundoq tiztugamdi xotin. Bilib qilinglar, menda kan yo'q, kan. Sizlarga qarashliq butun bir yeza kan emasmi? Kan bo'lmasa, huquq tutib nima gap sizlarga? Asta, ma u xotinni. Xo'pda. Ha, mana. Tejabrak hajlanlar xotin, tejabrak. Hechta baldiroq qaytib keladi. Ma'qul. Aras. Yana nima bo'ldi? Anamninkiga berib kelaydigandim, shopirlarni avasilib bo'pti-kan. Bosh kuni beringlar. Bugun mashinaning ishi aldirash. Bir narsa tekshirishim bormsam bo'lmaydi. Bugun bormsam zodi bo'lmaydi. Kechidan tushim buzilib qopti-kan. Asta, sening to'lib buzildigan shu tushunglarni-sa. Mundaq bo'lsin. Men kinochi Musa Hamdulni avatay. Aşu apırıp akasun. O mu bo'ladi? Bu o'zlarining ko'chatlarining puli yashamajaq sanavatılar. Men sizlarga ishonaman Zanjam. Qanda, bu yillik ko'chat taqsimlash ishi tamomlangandi.
Albatta Şanjaq, o'zlarining bir buyruqlari bilan mingmo'liq jigdi ko'chati yetishtirish vazifasini tamomladik Şanjaq. Endi kelar yillik yangi silish vazifasini mo o'rinlashtirib oldik Şanjaq. Bir ish bo'lsa hayt deyotala, men chiqay. Ma'qul. Bir ish bo'lsa aloqalashamiz. Xo'shamsa. Xo'sh. Musa Hamdul mushu yezining kinochisi. Uning ona bag'rida tiliq kulgan bovoqlarnikidek o'tgan baxtiyor chog'larmi bo'lgan? Hattangay. Bir azizning xor chog'larmi bo'lganga o'xshash. Uning shirin tushlari, yog'ning ichidagi bo'rakdek kunlari so'g'uchilashdi. Televizor paydo bo'lib edi, ba'zi texnika satlashdi. Shu peshindan boshlab Shangongda ishlangan favqulodda film, mushlash film, Hindistonda ishlangan dangli qiziqarli mashhur filmlar e'lonni shuncha kuchab qilsa-mo, ko'rdiganga odam chiqmadi. Mana endi u hamma dardini tamakisidan ilib, oftobsinib o'tirmoqda. To'xta. Musavoy. Oyoq kelinglar. Atdiganda tomoning ochiqchiligida qoni to'piga yiqib o'ltirgan gap Musavoy. Endi shu qiladigan boshqa ish bo'lmaganda ekan Shonjaq. Abdullah mushu tursa, ishi balami sizlarga qildirmaydi-da. Bizning Sharvoni onasiga bormoqchi ekan. Bugun mashinaning ishi aldirash. Sizlar motosikletinglar bilan shaqqada opirib akasanglar. Bo'ladi Shonjaq. Sizlar buyursalar har qanday xizmatga jonda chopamiz. Yo'lda avaylanglar, motosiklet deganning xatir yomon. Albatta avaylaymiz. Albatta. Haydi. Kiring. Bu hujjatlar bugun ketdi. Shangjan, men chiqay. Chiqsangiz bo'ladi. Voy, kim? Ben Sultan Yazı başlığı var mı? Men shu. Kimni sürüştürsem telefon şu çıkmadı o. O'zlarining davlati dedi. Yo'q, men undaq demoqchi emasdim. Bo'ldi. Tushuntirmayli qo'yaylik. Aslida telefon berishga maqsad tushdan keyin qarshiji sizlarni yezda tekshirishdi bo'ladi. Agar anglab puxta bo'lsa, xabarsiz qilib, qarshiji bag'anda pititi deb qolmasin deb telefon qilsam, yaxshi ko'nglimga qiqvatdinglar mana adash. Kechirsizlar. Egilgan ko'ngillarni cho'qim bir kuni elib olaman. Kechirsizlar. Kechirsizlar. Ko'rimiz-ku. Anisa ishlar shunday bo'lsin. Xo'sh. Xo'sh. Hey, Yasin. Xo'sh. Darhol berib To'xta Mamatni tepkel. Bayan motosiklet bilan sirtqi mangada qilgan. Shuni tepkel da'vatiman-ku. Qushnochimning qo'lingda bo'lsin tepkel.
Bizedilgan ciddi iş var. Maqul. Ulan çapkan. Maqul. Ondan kapı. Voy, nima qilganingiz bu? Cho'pchong odam turib, ishq marashdan nomus qilsangiz bo'lmandi. Shu, xonimning yo'liga telmirib. Ko'p kunduzda xulun qo'shnilar ko'zi sat emasmi? Uning ustiga mau konidasini bakmi taraqshitib ketdingiz. Xuddi hamma odam ko'rsin degandek. Xonimning safari qayoqqa ekan? Arish kentidagi onamnikiga. Bu Qaşuji degini qandaq odamdir? Bu yoqdan kep bo'g'icha, bu yoqdan ikkini otdan yiqildirdi. Biri terilmay chalaqagan 2-4 tal qo'noq mondigi uchun molla qatdi. Yana biri xizmat vaqtida 2-4 sar qaqib olgani uchun kash to'g'irlandi. Mana endi navbat menga kepti. Tayyorlikni qilmasam, mening bu ishim chataq. O'rindiqimni tutsunsa yoki ishxonamning turisi tushib ketsa, Erkin aldıda bu başına qandaq götürüp yürgülük. Chaqirtib kellar Shangjan. Qani, o'ltiring. Pah. Ayollar mudirlik xizmati sizga to'limi yarashibdi. Qarang, shundaq chiroyli qolib ketganingizni. Biya Shangjan, odamni to'la qog'oz aeroplanda uchirmislar bo'ldi. Rost da'vatman. Bugun Qaşuji bizning yeziga tekshirishga keladi ekan. Har nim bo'lsa, nihoyatdagi tanishlar orqali bu xabarga erishdim. Shunga tayyorlikni puxta qilmasak bo'lmaydi. Vaqt kelganda pezigishga chiqib qolsa, hammamizga yaxshi kun yo'q. Rost deylar Shangjan. Konularda anangni dadangga padasiz ko'rsatma deydigan gap bor emasmi? Mana, ko'nglimdagini topdingiz emasmi? Bir qarabli bilib oldingiz. To'g'ri, padas qilish kerak. Siz hozirli yezi organidagi xonim qizlarga o'qtiring. Payqanotlarini qirqib tayyor bo'lsin. Kimiki biror ishni chatoq chiqarsa, oqibatiga o'ziga. Hay, Shangjan. Har qancha payqanotlarini qirqqan bilan ko'rik to'xini tozga aylantirg'ili bo'lamdi. Eng yaxshisi bu ishni boshlang'ich maktab mudiriga topshiraylik. Chekib yurib, xonimlarni u yoq tanlasin. To'g'ri, shunday qilish kerak. Amisa bu ishni men bajaray. Siz chiqib Yasin Ko'tak bilan To'xti Mamatni chaqirib eting. Ma'qulamsa, men chiqay. To'g'ri. Tayyorlikni puxta qilish kerak. Chaqirib kellar Shangjan. Tapadanning qichig'i chiqib qoldi-ku To'xti Mamat. Dig'rab hech bir yerda tug'unga yo'q-ku. Endi Shangjan, shu sening uchun qatirab. Sizning doim deydiganinglar mushu. Qo'lig'inglar dim tutib olinglar. Tushdan keyin Qaşuji bizning yeziga tekshirishga kelmoqchi. To'g'ri, Qaşuji. Mening endi sizlarni nemishga izlaganimni tushungansizlar? Tayyor tushandi Shangjan. Tayyorlikni puxta qilish kerak. Shundoq. To'g'ri, tayyorlik qilish kerak. Suv kelishini ilgari to'g'an samay bo'lmaydi. Şunu sizlar hozirdan boshlab, amma paqlandan birini, chilmiga yerli xorazning 10 ni, tunji to'qqa yerlik mekan tuxumidan 200 dona, ko'katlarning boshqasini 50 ni, yana nima ketadiganlarni biz obdan bilamiz Shangjan. Xotirjam bo'l. Shundoq. Ammo ishlar maxfiy bo'lsin. Ispusi chiqib qolsa, hammamizga yaxshi kun yo'q. Bizga qat'iy ishonsizlar Shangjan. Bu degan tunji qatimliq bo'lmasa ya. Voy. Ma'qul.
Ha, ma'qul. Men hozirla oldiga chiqay. Ma'qul. Amasa ish shundoq bo'lsin. Qoldi tayyorlik qildigan ishlar sizlarga qoldi. Men avtonom rayondan kelgan bir xizmat guruhining oldiga chiqmasam bo'lmaydi. Amasa chiqinglar, shundoq bo'lsin. Ma'qul, Xotirjam bo'lsa, xotirjam bo'lsa. Hadi oynaydigan bo'lsiz be. Mana bular yezining yanaq o'stirish o'rni. Umumiy ko'lami 50 moddan oshidi. Yez boshliq kapti. Xush kelishibdi. Tekshikmi? Xush kelishibdi. Tekshikmi? Xush kelishibdi. Bu yoqmish yezining boshlig'i Sulton bo'ladi. Bu yoq muavin yez boshlig'i. Tekshikmi? Bu yoq avtonom rayonlik o'rmonchilik nazoratidan bog' o'rmon ishlarini tekshirishga kelgan Komiljon bo'ladi. Yaxshi kelishibdilar. Oldi bilan yezi organiga berib, choy-poy ichib, undan keyin Bo'ldi, rahmat. Choynimi boy ishtoq. Oldi bilan yezinglarning o'rmonchilik ahvolini bir ko'rib boqaylik. Choyni keyin ichamiz. Ma'qul, shunday qilaylik. Shunday qilaylik. Shunday bo'lsin, shunday qilaylik. Bo'ldi, sen qaytib ketgan. Qayt. Qani. Shundoq issiqdi bu. Ishlab ketdi-ku bular. Shunday. Tuka. Qarang bu o'rmonlarga. Bu yoqqa qarang. O'rmonlar obda yetishibdi. Mashina to'xtagan. Mineral sularni elib bilan. Dehqon akalardan bir hal so'rab o'taylik. Qani. Ishlatamsizlar? Oy! Ishlatibsizlar-da, ha? Shundoq. Tekshikmi? Tekshikmi? Ishlab etibsizlar-da. Shundoq ishlayapmiz xo'jam. Iqtisodiy ahvolinglar qandaroq? Har holda yaxshi, yetarimiz. Qo'zg'imiz och qolmaydi xo'jam. Qas dehqonchilik bilan shug'ullanamsizlar. Shundoq xo'jam, ot kasbimiz dehqon. Yezanglarda bog' o'rmon ko'chat yetishtiradigan oilalarmi bormi? Bor xo'jam. Ularning iqtisodiy ahvoli qandaroq? Albatta, ularning biznikidan yaxshi. Sizlar shu kasb bilan shug'ullansanglar olmamdi. Ondaq non tegadigan kasblar cho'ng xo'jamlardan oshmaydi. Biz yetarimiz. Ularning kuni bu tahsil. Shunday. Kam shokat. Mineral suvni taqsib bering. Rahmat. Rahmat. Ma'qul emas, biz qaytli. Xo'sh. O'tdi. Hapsini. Soda nima qilib qoldi? Kashtiga bichishni boshlaymiz, uka. Albatta. Qani, Bir to'chiking. Ma'qul. Shangjiang bizni unutib qolmasa? Ay, qayt. Mayli. Hayda, uka.
Voy. Qarshi yo'lga chiqibdimi? Ha. Tajriba etizlarini ko'zdan kechirmoqchimikan? Ha. Qarako'z mahallasidagi o'lgu etiznimi? Ha, ma'qul. Biz hozirla shu yerga unib qolamiz. Amisi gap shu. Kalaning beshiga tushgan kun mozayning beshiga tushib qolmasin. Ishlar qildin qiyiq ketsa, qog'inni o'zingiz bilishim. Amisi yo'lga chiqaylik, men bilaman. Hammanglar bilisizlar. Maktabimizning nurg'un ishlari yezliq hukumat rahbarlarining qo'llashi bilan amalga oshadi. Masalan, qishliq isinish masalasi deymiz. Paravanlik masalasi. O'quvchilarning turmush masalasi degandeklarni hal qilishda yezliq hukumatga tayanmay amalimiz yo'q. Bugungi vazifa maktabimizning kelgusiga chetishlar nihoyatda muhim siyosiy vazifa. Maqsadimni tushungansizlar? Tushundik. Amasa soat 6 ga tirnoqda to'xturdek yasinib tayyor bo'linglar. Noya boshliqlari oldida Shangjiangning ta'bi chekilib qolmasin. Ha? Aras. Siz İsmail bilan Qodirjonga deb qo'ying. Sazbozlarini tayyorlab, taqib tursin. Ma'qul. Chiqsanglar bo'ladi. Bu yerda saqlaylik. Voy. Sultan Şanjangma? Men shu. Plan o'zgardi. Qarshi endi Arish kentidagi chilanliq bazasini ko'zdan kechirmoqchi. Siz shu yerga beringlar. Nima? Chilanliq bazasini? Plan o'zgaribdi-da. Ma'qul. Biz hozirla shu yerga unib bo'lamiz. Ma'qul. Shundaq bo'lsin. Ma'qul. Anlaşdingizmi? Plan o'zgaribdi. Qarshi chilanliq bazasini ko'zdan kechirmoqchi ekan. Bilib qo'yishing, bu degan chaqchaq qildigan ish emas. Jiddiy tutmasak bo'lmaydi. Hey, sen adash, Arish kentidagi Jamol Qotozga ezi bo'l. Atdigan Urumchidan kelgan tekshirish guruhining oldida yuzimni po'qildi mening. Eg'iziga ezi bo'lsin. Bo'lay chaqqan. Hozirli bir Shangjiang. Voy. Sultan Şanjangma? Men. Pişanlıları onken Sultan Şanjang. Qarshicining bugungi plani o'zgardi. Chilanliq bazasini ko'maydigan bo'ldik. Nima? Shundoq. Biz hozir Noyi yo'lida qaytyapmiz. Bo'ldi, kirib ishinglarni qilinglar.
Asta, nim bo'lganda? Shangjanning shuncha ko'ngil qo'yib o'rinlashtirgan ishi bir pul bo'ldi mana. Qasdan birisi Qoshuji keldi de o'yin o'ynab o'tamdi ya. Shangjanga chaqchaq qildiganga birisining beshi ishib qolmaganda. Bir nima deb bo'lmaydi jumu. Hozir odamlarga ishengil bo'ladigan chaq emas, To'xta Mamat aka. Ras aka. Shangjangning yeniga bir kirib chiqamsiz ya. Nima? Meni qiziqmayga o'zing atqin demakchimi? Kusrosh. Otni yoqadiganmi, o'chirdiganmi odam bor. Men nima qilaman? Shangjangning ko'ziga sat ko'rinib. Yey, nimdigingiz bu To'xta Mamat aka? Bizning o't yiqib o'chirganimizni nada ko'rgandingiz? Degan gapingizga ega bo'lasiz jumu. Bo'ldi. Talashmanglar. Hanib degan bilan Shangjang bilan bir ko'rishib, tayyorlagan narsalarni qanday qildiganligimizni so'rab baqmasak bo'lmas? To'g'ri, Shangjangdan yo'l yo'riq so'ramay bo'lmaydi. Bundoq bo'lsa, Ajab ahmoq bo'ldim-ku bugun. Bu Qoshujining nima qilgani? Boshqa bir alqaga meni o'yintotam diye. Shangjang, eliqi. Nima eliqi? Tilingni chaynamay gach-gach gap qila adash. Endi tayyorlikning ishini qanday qilsak bo'lar? Shu ishmidi? Endi keladigan Qoshujimi kamidi. Tayyorlik bir obdan bo'lgandan keyin bir yoqqa g'ippidi sho'ng'ilsak, sizlarmi bugun ish qilman deb charchab ketdilar. Obdan bir aramamizla bo'lmas. Qog'inni o'zinglar bilib bir ish qilinglar. Shangjang, so'rimni nega tizsak bo'lar? Ish qilib tutuni ko'rinmaydiganroq bir yerda bo'lsin. Undaq bo'lsa, bizni uyga tizsak qandoq deylar? O'mi bo'ladi. Shundoq bo'lsin hamsa. Biroq tayyorlik bak ko'p Shangjang. Uni qandoqmi qilamiz? To'xta Mamat. Oshu ishqimi men eg'izib turtamdim. Hamsa o'zim bilib bir ish qilay Shangjang. Shangjang, eliqi. Ko'rsatami? Qanday qilamiz? Bosim. Ma'qul. Men chiqay. Ma'qul hamsa. Hajat taraqshib ketdi-ku bu kondas. Qidiq keldimikin? Qidiq keldiganqa sapan ko'migan buqi bo'lmasa bu. Tatadigan sapan bormikin deb sakrishimikin ya. Bitat bering. Qila. Shangjang, ishlarni ravrut bitirvatdim desizlar. Aras, maktab mudiri ketgan, silini saqlab sirtib qoldi. Shundaqmi? Shundaq. Bugun tutqonlarning qo'llashlarini bir tuzab, yuraklarini rasa yashartib oldigan bo'ldilar Shangjang. Sen bu sirtib qolmaysan, to'xtaman. O'zini dövdür bo'lmamdi. Bo'ptamisa, maktab mudirining yana. Ma'qul, shunda qilaylik. Shangjang, teshikmi? Teshikmi? Avar qildigan bo'pti o'xshaydi. Avarsizlik emas. Sizning ishlari bizning ishimiz Shangjang. Qani, mayli. Musavay. Xonim onasinikiga bormoqchi ekan, opirib keldi. Yaxshi qilibsizlar, diqqat qilinglar, Obdan Shangjang, obdan. Buncha aldirash, nega mandilar? Men shu eliqi Voy, sho'jami bakan-ku. Teshik xonim.
Desem demisem, sizlar bir yerga etmandılığı bizning odamni. Yezining maktab qurilish xatarli ko'p qolib ekan, tekshirishga mangdiq. Va xatarlik bo'lsa, tekshirmayli qo'ysa bo'ldi. Voy, xotin, tekshirmay bo'lmaydi. Musoboy, xotinni darhol uyga yetkaz, topshirib oldigan narsa bor. Obdan Shangjan, obdan. Sizlarning tekshirish degan gaplardan bekli qo'rqaman. Har qatim tekshirishga chiqqan vaqtlarda mas'alas atirib qaytib kelala. Uyga kirdilimi bo'ldi, xorak degan o'zlarining. Yer tavrab, uylar titrab, yo odamga uyqu yo'q. Bo'ldi. Musoboy, xotinni darhol uyga olib qo'yinglar. Obdan. Biz ketib chiqamiz. Xo'sh. Musa'nın ayvisi görün. Navada ayrıpılan edigen bolsa o küspürüş. Cahan tarlık kıldı ki onunla. Kaçarlı karısam hanımları motosikletin keyinde oturdu. Musa Hamdul'un keyinde yürüp hanımları mı kino çok kalmışsın ya nişancan ha? O degan bir qo'lni o'rnidagi odam. Onun qo'lidan shu qo'ng'ini aptaq qaqlab o'ltirishdan boshqa nima keladi deysizlar, ha? Şu Şangcan, şu. Aptaq yaxshi qaqlanganda obdan chiqadi. Qaytmisi so'rilib tursa-mu, erkishi degan bari bir erkishi-da. Sizlar baqo sho'jang, Sharvanning g'amini yemay, qo'llaridagi 90 necha xonimning shaltig'ini adalasizlar. Ligellarda keltirilgan paxlan go'shtlari, tunur kavaplar, taksilardagi xilma-xil nazu ne'matlar boshliqlarning eg'iz tegishini kutib, suvib ketgan edi. Nima degan mo'lchilik bu? Agar bu yerda biror muxbir bo'lib qolsa, bu maishatlarni ko'rib, bu yezi rostli holliq saviyaga yetibdi deb o'ylashi va ustaldagi mo'lchiliklarni tema qilib, ziyorat xotiri sezishi mumkin. Voy, Shangjan, endi keldimi? To'limi kechiklig'i, shundaqmi ishlamlar? O'yin deganni-chu, kashtarak o'ynasi yaxshi. Lekin o'zlarini asrasizlar, Shangjan. Shangjan. Xotin, qanday ishkishlar joyida-ku, tezlik kechikishmi ya? Hamma ish gul o'ynaysizlar. Bundoq bo'lsa bugun toza bir o'ynaydi ekanmiz-da, To'xtamanmat, ha? Bugün kömürleri açılmaydıgan bolsa, boldu, zapozluğumda tuttum ben. Ama sen gitmen gap, ha, To'xtamanmat. Mayli. Shangjan, merhamet. Kirsizlar. Yemeganning tishiga tosh, yigit keldim, men adash deb gapqin. Shangjan, ochgini ko'proq yesizlar, tutqonlarga mag'dur bo'lar. Aylama mehmonlar, aylama. Qani, sizlar aylama. Tayyorliklar bugun nihoyat mo'l bo'pti, xotin. Tayyorlikni joyida qilib, Shangjanning ko'nglini utmasak bo'lmaydi. Qandoq dedi? Dastinglar. Men qarama xotin. Bizmi palla o'smasak bo'lmas, ha? Og'izlariga navatdasiz. Rahmat. Qani Shangjan. Shangjan, qag'ila qaq etidi, o'z ko'nglini xo'sh etidi degandek, bugun hammalar yig'ilibdi. Bir pas qaqildishib, go'ngir-mo'ngir o'ltirmaydimi Shangjan? Qani asla. Shundoq qilaydi. Asla. To'xtamanmat. Labbay Shangjan. Tog'ining qaqildishini anglab o'ltiramdiq. Bulbulning ovozi anglanmasin bu uyda, ha? Qayerdaroq qog'i, Shangjan? Bulbulning emas, qog'ining kesishidi ekan deysizlar. Navat tekap bo'ldi, xotin. Navat tekap bo'ldi. At degandilar bir pay ketdim-da. Bugungi mijozlardan qaraganda Shangjan, bir pay emas, necha pay ketishtirdi gap yo'q.
Atdigandan beri temir taxaning ustida o'tirib qaqilib soqilib hadila. Kirib bir piyola choy ichib mangmandilar. Mening o shundoq kirgim bor. Biroq Almada Shangjan hocam osmondan tushgandek paydo bo'lib qolsa, yeyotgan inimdan ayrilib qolmay yana. Osh, xotirjam bo'lsizlar. Shangjan hocalarining undaq so'rindan qandoq chog'da kelishini men obdan bilaman. Bo'libmi, hakinayna qizlarni ko'rganda u odamning kamiga nayt tas. Mansala. Hadi hocam, asla. Asla. Men Ala. men işlemekte. O işe değme. Shangjan, mening mijozim yo'q. Ben bayağı içmemsen ha? İşe. Hey, Shangjan bayada bu işmisiniz qanday bo'ladi? E'lon ha? Sonu ha? Ko'zingizni yumib iching. Belli. Yaxshi oldu mana. Yaxshi oldu. Yaxshi. Ey Doktor Mehmet. Xo'sh Shangjan. Bu kaya. Bizni o'ygu Shangjan. Muşundakla olturamdık. Ee, Kulakı yakıdak sazbazlarım. Kuçakı patkadak kız yuvallarım yok mu özü? Hey Shangjan, olim bo'lsang olim seninki, sho'jang bo'lsang xolim seninki degan gap tag'i anglamaganmisizlar? Ha? Bu ishni sho'jangni qo'yib bermandoq, ha? Şundak deydiganlıklarını burunlu bilettik. Ha. Sazcılar bilen kızlar kep oldu ya kaça. Ha. Qani, kirsizlar? Voy. Ay. Bu suqadagandan bu eshib bo'ldim. Endi nim bo'lsam bo'lay. Qani, kirsizlar? O'tirsizlar. Ma'qul, o'tiray. Qani, o'zlarim. Qani, kiringlar, marhamat. Shangjan, ularmi keldi? Bu yoq Gulmira xon qiz, markaziy maktabda. Bu yoq Odila xon qiz, Kangariq maktabda. Bu yoq Jamila xon qiz bo'ladi. Bu yoq Ey Doktor Mehmet. Bu kızların hemmisini eşep tanıydı kendisine ha? Senin rehberliklerinde hemmini tanıyınız bizde. Muşu kızların hemmisi bizim yazıda işlemde ha? Elbette Shangjan, elbette. Ey çocuğum, neşe vaktin beri demiş ki kendi dar kendisi sen muş kızlarla yürüp kendi dar olup gittik gel ha? Başlarlar. Bana aldıklı 4 kız çekip yürüp tansığı tatayıcı olun aynaklarını. Daha sonra çok önemli. Valla Shangjan tansı koptu. Belen oynab berdiler Cimo. Shangjan bu kız bilen tansı oynasıla yoğun korantaş kolap düşüp gününü besip algandek durduken emes mi? Kelinglar.
turib ishlataman. Ayam uchrashib turaylik. Ay, Şangcan. Yagi gumsaganda kejap cho'ngchamdaydilar. So'rin tarli qildi-ku sizga, ha? Sho'jang, men o'ynaydigan qizlarni o'ynab olib. Namandak ananın üşüdek uzun müziki bu ha? Kıskırak yok mu bunun? Koy şeye kıspırışla. Qani Shangjan, bir atal cheksizlar. Asta. Voy, mana bu adash. Hey! Namandak şatutudek bir ahanga sayrayverdi onu men. Bu sandıgından bir yaxshiroq bir nima chiqmamda, to'xtaydigan yeri yo'qmi uning? Dans o'ynaganga to'y demoqchimi, guyla? Shangjan, sizning kayfinlarni buzg'is kelmadi bolalarni. Yezimizning beshi, xalqimizning pushti panoyi Shangjan bilan bir romga ichimaman. Qani, asla Shangjan. Qani ko'pchilik, xo'ja. Xo'ja. Men maraqni Gulmira xon qizning hurmati uchun ishchiman. Ma'qul. Xo'ja. Mana. Kim? Men. Qanday ahvollari? Kimni izlaylar? Yezi bosh bilan ko'rishadigan ishim bor edi. Yezi boshlig'i? Bu yezi boshlig'ining uyi emas, xato kelib qoplar. Meni go'llamaslar xonim. Shangjanning mashinasi turmamda ana. Qo'llig'an ish emas. Yezi boshlig'i bog'lig'i bor, lekin bu xizmat vaqti emas-da. Xafa olmay bir chaqirib qo'ygan bo'lsalar. Shangjanga deydigan muhim gapim bor edi. Unda olsa men kirib deb boqay, lekin cho'qim chiqadi deyamayman juma. Avar qildim. Shangjan, Sho'jang bilan birni Hey. Yo'qdi Mehmet. Namanda qarab zo'rlayversa deyman. Ko'pchilikning ko'ngli Shangjan. Qanday dedim? Qani asla. Bir şeyle. Xo'sh. Shangjan, sizni bir pixon izlab ketdikan, ko'rishimsan bo'lmaydi deb saqlab turdi. Shonig'i bozim. Bugun zodi ko'rishimsan bo'lmaydi deydi, yetkazadigan muhim ishi bor ekan. Mushundaq vaqtda meni avor qildiganga, huquqni shu ro'dupa berib tikanmi menga? Elbeka pachig'ini chiqib etmay uni. Elbeka jumma. Bo'ldi Shangjan. Bugun sizlar unda kichik ishlarga o'zlarini avor qilmasizlar. O'zim bir taraf qilib o'taman. Qani ko'pchilik, sho'xa. Mana. Bah. Bir onaning qizlaridek ajab chiroyli to'shqinlar ekan-ku bular. Voy, asla. Yaxshi taom eshib qolguncha yomon qo'saq etilib ketsin debdigan. Olamiz.
Şangcan kane otursula. Kandak, köngülleri biraz içil otamdı ya Şangcan. Yaman emas, avlağı dep koy. Bak uzunlu mu, bak kıskısı mı, çelebek mi? Makul makul, ben hazır berip dey. Bu kızның yupyumlaq yüzleri, qapqarı gözleri, talçılıqdek belleri, asli ham yeydigini mushkil emasmi? Xudo onu endi sendan boshlayman. Canım, duruna dans oynayımız. Oy, sıkışla. Abi de çıkarma. Yaksı oldu bu. Kıskaçla! Hey kızlar! Bo'ldi sho'jam, qo'shib qilayli bizdan do'lab qocha qitani. Qani musraqib buni isla. Çaysıla. Benim böcellerim, onlar kayıs köktal kuşungudu. Şangcan, ular bir nimadan hürgüdü boğay, emmisi kaçıp ketişti. Ketişti mi? Şundak. Bu izzetini bilmeydiğin koyacaklar. Sizden aşı yuğancılıklarınlağa hemen bir gün toyslağı, güzel köstümen var. Kapamızla Şangcan, kapamızla. Bir diyalı isla. Şokay, şokay. Alevi ateş bulunmamda. Hey, Şangcan, nege? Vay bana ya. Hey, takva şocan. Çakırdım deb oşundoq yavu tahaydek bir nimalarni keyninga sab yuramsa, odamning kayfini ushirdi-ku bu nimalarning. Altından qadriga yetmedilar Şangcan. Ular degan ko'ndirmagan tayvidi. Bir-birlar ko'ndirib olayotgan emasmi, Şangcan? Hey, yavu tahaydek bir nimalarni vaqo chekkan ketang To'xtamanmat. Bizga vaqo undaq to'ng so'ymalar emas, ko'p purab turadigan ko'kchi lozim, ko'kchi. Ey Şangcan, undig'ini bo'p qala. Birpas o'tirib asla. Qani. Esingni tut, To'xtamanmat. Sen boyla mening ko'nglimning echilishiga sening zapxoslig'ini dog'i tikkan. Xab To'xtamanmat.
shopurim qo'ynadim. Ey Shangjan! Mening yaxshi ko'nglimni tushunmadi bu. Hay. Tura oy. Shoqa birisi yutib kelsin-a. Xap, To'xtamomat, xap. Shopurimga nima deb aroq pishirding, ha? Xap. Meni bir yerlarda kalla qo'yib, mashinasi bilan havo tapan bo'lib tugaysin dedingmi ya? Yo'q, Shangjan, herkesini taqamas. Selini kecha o'ynasa ko'z quloq bo'lib yurmisin deb, bir shish aroq akirib uni mast qilib qo'yishga mana men buyurgan edim, Shangjan. Xap, To'xtamomat, xap. Nim bo'g'ini bu? Nim bo'g'ini? Bu qilganlaringni hammani bir kuni ko'zingga ko'zdiman-ku. Senmi bor qoqma sho'jan, xap to'xtab tur. Bu qanday bo'ldi? Ey Shangjan, to'xtasla. Shangjan. To'xtasla Shangjan. Oy, mayshi. Ey bu. Yo'qlash. Shangjan. Oynaqmizda. Shangjan to'xtasla. Yo'qlar. Yaloqsi. Shangjan. Shangjan seni apurib qo'yay Shangjan. Ey. Bugün hamma kelishmaslik Shangjonga kelgan bo'lishi kerak. O amal tojini beshiga kiygandan beri bu yo'lda talaymangan. Lekin bugünkidek piyoda emas. To'tchoqning ustida huzurinlab, mushaqqatni sezmayli manzilga yetgan. Mana bugun piyoda qilib edi. Oramsizlanib, yurgi pichoq tutilgandek etishib ketdi. Beni sıkınızla Shangjan. Avaysla. 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 Ben bindim. Enes bindim. Mağdım Enes'e. Oy. Shangjan. Birini bulduğun ha? Tursula. Oy. Nimadan eğilsin ha? Oy, mağır. Oy canım. Bırak. Benim üstümün yeri yokturdu o. Ne boğunu bu? Shangjan. Toktap tutsa. Shangjan. Ben seni apırıp koyayım. Bu Musa'nın motoru. Neymiş bunu bu, ha? Qachonlar qarasam xonimlari motosikletning keyinda o'tirdi. Musa hamdunning keyinda yurib, xonimlarimi kino chop qolsin endi Shangjan, ha? Xap. Bu jakanın dopusuga chigdi salmoqchi ekansan-da. O'ynashmang arbab bilan, arbab sala arbab bilan deganni anglashmaganmiding? Chechirni xamsanishibsa ablahli xap to'xtab turish. Yo'q. Xap. Stoldan tushib qoldi, rasvo qildi ekanman qani. Vay canım, vay putum. Şervana neredesin? Vay putum. Vay
Tutulup gitti o beni. Şervane neredesin? Çapsam bol. Şervane çapsam bol değil mi? Mashina bilan kelganman. Yo'q. Mashinaning ovozini olgan bo'lsam, ishni o'zim ochdim emasmi? Cho'ng odam turibmi? Tamdan esilgan bormi? Ey. Bayatdan bir qora ko'langa o'tgandek qildi-ku, ha? Bizning aydagi qarishmikin? Nima? Qora mushak. Çapsam bol qarmışıqni chaqir. O qishib ketmaymini doktorxonaga olib borsin. Bo'lajak qanoch. Bəxt markalik motosiklet normadan eşib ketgan eg'ir yukning ostida chayqalib ilgirlamoqda. Qo'rqinishdan pulanglayotgan ikki yurakning orasida g'azabga kelgan bir yurak osh bo'rdek bo'lmoqda. O'z taqdirining qandoq, endi nima bo'lishini faraz qilmagan Musa Hamdulning ko'ziga qorong'ulik tiqilgan. Endi o'yinning oxiri qandoq bo'ladi? Qandaqkan? Qon besimingiz normal ekan, lekin putingiz sunibdi. Midirlamang. Yaxshi aram eling. Hey, to'xta Mamatga. Nima bo'lg'ini bu? So'rinsizning bo'lgandan keyin Shanjongni uyga olib qo'ymay, yo'lga yolg'izsa bo'g'iningizmi nimasi? Shanjongdan olinmagan ishlar bormi deya, ha? Shundan osonlik qilibman, to'xta Mamatga. Nereden yo'liqdin bu to'g'naq balaga? Qaysilari biladilar. O'g'ijimizga 2 romka haraq ziyoda ketadigan bo'lsa, boshbagi yo'q hangidek hangrab, olamni ma'lum qildigan odam tursa, to'sig'anga unamdi deyman. Oqshom men mo'jiqroq ishib sotganman. Atigan oyoq taxtidagi qo'noqlikdan qopdim emasmi? Shanjongning bundoq pishganlik uchirishini men nereden bilay? Hech bo'lmasa, shopir degan lintasmini saq qo'ydigan gap emasmi? Bundoq deganlari bilan. Shu emasmi? Menmi shu Shanjongga yaxshi bo'lsa-kan deb asta. Sizlar degandek yaxshi ish bo'ldi mana. Shanjongning futusini yotoqda yotdi. Desam demasam, Shanjongning nazarida sizlar uni qasdigan odam bo'lib qoldilar. Endi bu ishlar uchun ko'ngillarda ozroq son bo'lish kerak. Bo'ldi. Oq yerda tugman talashqicha bugun tayyorlikni yaxshi qilib, atdigan berib Shanjongni yo'qlab kelaylik. Shuna qilaydi. Shuna qilaylik. Yuringlar. Vay canım. Bizning aydagi qarmishmikan? Aptapda yaxshi qilinganda obdan chiqadi. Paytmisi so'rilib tursimi, erkishi degan baribir erkishi-da.
Hep Musa. Mening do'ppamga jigdi selish undaq oson emas. Sen qilganlarining jazosini bir-birlab tortsan. Endi sana yaxshi kun yo'q. Pushaymon qilasan Musa. Hepsini oldirmay turg'alcha. Hozir shundaqli bir nima desam, nomimga yaxshi emas. Vaqt hammani obdan o'rlashtirdi. Oldirmay tur. Yipni yengnidan pan bilan shundaq sug'rayki, nima bo'lganini bilmay qolgan. Şang장, qandaqroq ahvollari? Shundoq Shangjan. Hali yaxshi qolganlar. Hali yaxshi bo'lib qolganlar Shangjan. Do'st dushmanning o'ylig'inidek o'lmabdimi? Hey, ko'z tekkandakli bir ish bo'ldi deysizlar Shangjan. Shundoq. Shundoq. Meni kimning qari bostirganligini obdan bilaman. Shangjan, biz sizlarni yana yo'qlab kelamiz. Yaxshi aramasizlar. Mana Bo'ldi, mayli. Mening mushturqimni ko'rgin bormidi? Men sizlarga qasam qilib beray. So'nishga tegishli bo'lmagan parchaq sunib bo'lgan tursa, qasam ishkaning nim foydasi? Sho'pir degan maqqini. Sizlarga qarashga yuzi yo'q. Yo'lda qoldi. Bu qatam kimning qandaqligini obdan ko'rib qo'ydim. Qani. Men bir saqib qo'pay. Hisob kitobsiz olam emas bu. Shundoq, Shangjan, shundoq. Yo'qol. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Xap to'xti Mamat. Ahdingni qandoq berdi ekanman? Almaysizlar. Sen mi yo'qol? Mana buni suv kelishdan ilgari to'g'anzirash deymiz. Shu turqida bizni qanday adablash to'g'risida Shangjan o'ynayotgandi. U tashlanagan bo'lsa, biz qum sanayapmiz, ha? To'xta Mamat aka. Ha? Bu ishning biror chatig'i chiqib qolmasa? Fukar, chatig'i chiqsa nima etdi? Bizni tatib oldigan huquq bo'lmasa. Yalang'och suvdan qo'rqmabdi degan shu-da.
o'tning o'tqa, suvning suvga, qaldiq qatiqning 5 bo'li. Qani, desana? Desana Afgan. Bo'pti, bassam basay. Habballi, navotdek ish bo'ldi Afgan. Yaraysiz Cuma aka. Sen uyga kirmagan bo'lsang, erim uxlab qolmaydi. Men seni qanday qilmay qani? Xat to'xtab tur. Ablah! Meni to'plamga chiqdi sog'rak bo'ldingmi? Meni hajab bo'zaq qilding-ku sen. Seni qanday qilsam buni? Ablah! Wolfgang. Beklan. Au pas qilishga dedin yana bir ikkini. Ha? Bo'ldi qilama. Meni bu ishga chetib olmoq bilan sallan sirib qilyapman. To'xtab turing, Beklan. To'xta. Bu Furkan, yasna xod. Bu chataq chiqadigan ish emas. Mana qarang. Buningga 6 odam qo'l qo'yib berdi. Chataq chiqmaydi. Xotirjam bo'ling. Chataq chiqsa, mana nega? Ha? Qandoq? To'xtama Matika. Bu ishning bir chatiga chiqadigandek qiladi. Yaxshisi, men aralab turmang. Ay, nadan kelsiz Furkan? Nadan kelsiz? Xotirjam bo'ling. Chataq chiqsa, mana men uyga. Chataq chiqsa, o'zingiz uyga jum. Chataq yo'q. Bo'ptamsa. Bu ishdan bag'o hargiz chataq chiqmaydi. Shundaqmi? Unda qo'ysa yaxshi. Bir chataq chiqsa, mana men uyga. Xotirjam bo'ling. Bo'ldi. Bana açık dizinin aksakallarını çakır. Ciddi yakın bak. Ma'qul.
Musa kinochi, aktyor olsun. Yezi başlığı Sultan Taş'ның qilmish etmişleri üstüdeki inkaslar köp boğaçqa, Nahiylik İntizam Tekşürüş Komitetidikiler yezi başlığı Sultan'ның xizmetini to'xtatib tekşürüş haqqida qaror chiqadi. Özüge, top girer gözüge. Her kim kalsın özüge, top girer gözüge. Her kim kalsın özüge, top girer gözüge. Ya. 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 Erbab bilan o'ynashmam degan so'z har joyda bor. Erbab bilan o'ynashmam degan so'z har joyda